Assalomu alaykum. Rossiyaga poyezdda kelayotgan do'stlar, ko'pchilik yana savol beryapti. Lichkalarga chiqib Telegramlardan O'zbekistondan Rossiyaga, Volgogradga poyezdda kelganda qanaqa vaziyat bo'lyapti? Chegaradan o'tkazishlar deyilyapti. Mana O'zbekiston poyezdi kelib turibdi ekan. Hozir Volsk vokzalida migratsion punkt qilib tekshirib, keyin vokzaldan chiqaryapti. Agar o'tgan hujjatsiz yurgan bo'lsangiz, sizni jarimaga soladi. Shu jarimani to'lab bo'lgandan keyingina chiqib keta olasiz. Ungacha chiqib keta olmaysiz. Mana hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana odamlar turibdi shu yerda. Xullas, kimni dokumenti chotki bo'lsa, zo'r bo'lsa, agar poyezdda kelayotgan bo'lsangiz, poyezd to'xtagan zahot yo'q, yugurib turib shu vokzalga kirishga harakat qiling. Bo'lmasam soat 1-2 gacha, 8:30 da poyezd keladi, 1:30-2 gacha kutib qolasiz. 6-7 soatlab kerak bo'lsa, mana shu yerda to hammani bitta tekshirgancha kutib qolasiz. Itogi shuncha vaqt yo'qotasiz. Kimdir Moskva, Peter, Rostov, Voronezh ketmoqchi bo'lsa, ular vaqti kech qolib ketadi. Imkon boricha mana shuni aytganday qilib harakat qilib kelinglar. Mana odamlar o'sha mana bu yerda sumkalarni olib bitta chiqishlarini kutib o'tiribdi. Kimni hujjatlari joyida bo'lmagan bo'lsa, o'tgan hujjatsiz yurgan bo'lsa, chetga olib shtraf qilib, shtrafni shu yerda joyida to'laysiz, Sberbank onlayndan, keyin sizni chiqarib oladi. Shunaqa qattiq tekshirish bo'lyapti do'stlar. Ehtiyot bo'linglar, tanish bilishlar kelayotganlarga albatta buni yangilikni yetkazib qo'yinglar, bilib qo'ysinlar. Vaziyat haqida xabardor bo'lib tursinlar. Bu yerda ekan bular.